Shou-biznes olamining yorqin namoyandalari primadonna Yulduz Usmonova hamda Ozoda Nursaidovanar haqida hozirgina barcha sirlar fosh bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hurriyat Isroilova Mening yurtim telekanalining Omon dasturi mehmoni bo'lib, talabalari O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovalarga qanday ustozlik qilgani haqida so'zlab berdi. Konservatoriyaning an'anaviy ijrochilik bo'limida avval Yulduz Usmonova va 1-2 yildan so'ng Ozoda Nursaidova o'qigan. Ularning muomalasidan, xatti-harakatidan kelajakda yulduz bo'lishi sezilib turardi. Yulduzxon ham, Ozodaxon ham cho'rtkesar edi. O'sha paytdan ikkovi ham to'ylarga borishardi, lekin men hamisha ularga ozgina tilni tiyish kerak deb aytardim. Buni ayniqsa Ozodaxonga ko'p aytardim. Kelardida, manavi, anavi unday qildi, bunday qildi, menga yo'l bermayapti derdi. Shunda unga, jon qizim, yo'l bermaslik uning qo'lida emas. Siz tilingizni tiying. U sizdan oldinroq ikkita ko'ylakni oshiqcha kiyib qo'ygan. Sizdan ko'ra oldinroq tug'ilgan. Hurmat qiling, ishingiz bo'lmasin. O'zingizni, san'atingizni olib boravering derdim. Bu nasihatlarimga amal qilmagani uchun orada ozgina pand yedi. Endi bu hayot, o'zi ham bilmagan holda bu narsalar bo'lib ketdi. Bizning davrimizda ishlagan ayol san'atkorlar, maqom ansamblida ishlagan ayollarimiz orasida beadablik yo'q edi. Men bilan bir davrada chiqqan tengqurlarim san'atkorlar orasida bundaylari bo'lmagan. O'zaro hurmat va ittifoq bo'lgan. 90-yillardan keyin bir-birining oyog'idan chalish, raqobat, ko'rolmaslik degan narsalar rivojlanib ketdi. Inson bir narsani unutmasligi kerak. Sizga berilgan san'atni hech kim ololmaydi. Alloh sizga keraklisini o'zi yuqtirib qo'ygan bo'ladi. Buni ong bilan tan olish kerak. Yulduzxonni ham, Ozodaxonni ham o'z singillarimdek yaxshi ko'raman. Ba'zida Ozodaxonni erkalab Mirsaid deb chaqirardim, chunki darsga kelmasdi. Qo'ng'iroq qilsam, hozir ketyapman derdi-yu, baribir kelmasdi. 5-6 soatlik darsning oxirida kelib, jon Hurriyat opa, aylanib ketay, to'yda edim, ushlanib qoldim derdi. Men ularni yaxshi ko'rganman, derdi. Men ularni yaxshi ko'rganman, ular ham meni yaxshi ko'rishgan, hurmat qilishgan. Hurmat qilishsa o'zlari izzat topadi. Har bir inson o'zining muomalasiga yarasha salomiga alik oladi deydi Hurriyat Isroilova talabalari haqida bergan intervyusida.